urug'ing 0ku, ota bo'lolmaysan sen. Ota bo'lishni xohlasang, sen donordan foydalangin. Men seni tanishlarim orqali Qozog'istonga jo'natib beraman. Mahalla kuydan qulog'ing tinchiydi. Buni natijasida sen nima qilib bo'lsa ham ota bo'lishga erishasan. Meni gapimga quloq solsang, kam bo'lmaysan. Mana shunday mutaxassislardan ehtiyot bo'ling. Bularni qo'shtirnoq ichidagi doktor deyshadi. Aslida urug' foizlari 0 bo'lsa ham ota bo'la olish imkoniyati bor. Hozir Jizzaxdan kelgan bemorimizni mikroteziya operatsiyasiga oldik va bu operatsiya jarayonini bajardik. Operatsiya jarayonida yuzlab spermatozoidlar topildi. Hattoki ushbu bemorda keyingi farzandlari uchun urug' yo'llarini tiklash operatsiyasini bajaramiz. Tabiiy homiladorlikka ham erishish imkoniyati bo'lishi mumkin. Siz ota bo'la olasiz, urug' foizlaringiz 0 bo'lsa ham. Bunga yechim mikroteziya operatsiyasi va undan topilgan spermatozoidlardan EcoX yo'lida foydalanish. Jarayon sizga qiziq bo'lsa, to'liq ma'lumot uchun izohda XC so'zini yozib qoldiring. Biz sizga shaxsiy xabardan to'liq ma'lumot yuborib qo'yamiz.